Mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida yurtimizning barcha hududlari kabi viloyatimizda ham aholining kundalik ehtiyojlarini sifatli va hamyonbop mahsulotlar bilan ta'minlash, mahalliy ishlab chiqaruvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda tadbirkorlar uchun yangi savdo imkoniyatlarini yaratish maqsadida savdo yarmarkalari tashkil etildi. Viloyatimiz dehqon bozorlarida tashkil etilgan arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari tashkilotchilar, xususan soliq organ xodimlari tomonidan doimiy nazoratga olingan. Xususan Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Navoiy shahri va Karmana tumanlaridagi dehqon bozorlarida tashkil etilgan savdo yarmarkalarida aholi va tadbirkorlar uchun yaratilgan imkoniyatlar hamda bozorlardagi raqamlashtirish jarayonlarini kuzatish markazlari ish faoliyati bilan tanishdi. Mas'ullarga tegishli topshiriqlar berdi. Savdo yarmarkalarini kuzatar ekansiz, oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, kundalik iste'mol tovarlari va boshqa turdagi mahsulotlar aholiga arzonlashtirilgan narxlarda taklif etilmoqda. Bugun qizim bilan birga bozorga chiqqandik. Bozorga kelsak, hamma narsamiz bor, to'kin sochin. Bu deganimiz endi dehqonchiligimizda barakasi, mulkchilig'i, arzonchiligimizdan darak beradi bu. Narx-navo hamyonbop. Bozorda ko'rinishi ham o'zgargan. Mana bu sotuvchilarimiz ham muomalasi yaxshi. To'kinligimizga, tinchligimizga, sog'ligimizga ko'z tegmasin. Mana biz bugun qizim bilan bozorga chiqdik. Bozorlarimiz arzon narxlarda, bozor sharoitlari salqin, arzonchilik, hamma narsa. Dehqonlarimiz baraka bergan. Shuning dasturxonlarimiz to'kin sochinchilik. Bozor ma'muriyati va viloyat soliq boshqarmasi mas'ullari yarmarkalarda sanitariya gigiyena talablariga, mahsulotlarning sifati va xavfsizligiga, shuningdek savdo tartiblariga rioya etilishiga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu esa xalqimiz dasturxonini sifatli va hamyonbop mahsulotlar bilan to'ldirishga xizmat qilyapti.